Barchaga barchaga salom. Bugundan sizlarga English Through Reading kitobining Intermediate Passage'idan ham har kuni bittadan video darslik tayyorlab borishga harakat qilaman. A, va Advanced Passage'lariga ham 3-darsni ertaga tayyorlayman. Men bu kitobni Intermediate'dan Advancedgacha bir marta chiqarganman va IELTS'dan 8,5 reading qismim va Multilevel'dan 75 olishimga judayam katta yordam bergan. Readingimda boshqa skilllarim uncha yaxshi bo'lmasa ham readingimni judayam yaxshi ko'tarib bergan. Shuning uchun video darslik qilib ikkinchi marotaba sizlar bilan takrorlab chiqishga qaror qildim. Unda boshladik. The best recruiting agents, eng yaxshi ishga yo'llaydigan agentliklar. Recruiting so'zi ikki xil ma'noda keladi. Ot va fe'l bo'lib keladi. Fe'l bo'lib kelganda ishga yo'llamoq ma'nosida keladi. Ishga jalb qilmoq ma'nosida. Endi ot bo'lib kelganda esa noun formda esa, ya'ni bu beginner deganga sinonim bo'ladi. Ya'ni endi ishni yangitdan boshlagan odam biror bir narsani. Xo'p, unda boshladik. In 1849, a servant girl wrote home to her brother from Port Adelaide, South Australia. I have accepted the situation at £20 per annum, so you can tell the servants in your neighborhood not to stay in England for such wages as from £4 to £8 a year, but come here. Speakingdan uncha yaxshiman deb ayta olmayman. Shuning uchun agar biror bir so'zni xato talaffuz qilayotgan bo'lsam uzr so'rayman. Xo'p, 1894-yilda bir xizmatkor qiz uning akasiga Shimoliy Avstraliya Port Adelaide'ga yozar ekan. U xatida shunday der ekan: per annum degani har yili, for each year 20 funt sterlingdan maosh to'laydigan situation oldim, ish oldim der ekan. Shuning uchun sen qo'shnilarimizdagi xizmatkorlarga ayt, Angliyada yiliga 4 funt sterlingdan 8 funt sterlinggacha ish beradigan ish uchun qolishmasin, shu yerga kelishsin deb aytar ekan. Letters such as this, which were circulated from kitchen to kitchen and from attic to attic in English homes, were the best recruiting agents for the colonies, which were then so desperately in need of young women to serve the pioneers who were trying to create a new life for themselves in their chosen countries. Demak, bunga o'xshagan xatlar ingliz uylarida chorbog'dan chorbog'ga, oshxonadan oshxonaga tarqaldi. Circulated degani tarqalmoq, pass around bo'ldi. Va bu xatlar boshqa mamlakatlarda, o'zlari tanlagan mamlakatlarda yangi hayotni yaratishga harakat qilayotgan pionerlarga judayam muhtoj bo'lgan, pionerlarga xizmat qilish uchun judayam muhtoj bo'lgan yosh ayollarga judayam muhtoj bo'lgan koloniyalar uchun eng yaxshi ishga yo'llaydigan agentliklar bo'ldi bu xatlar deyilyapti. Other girls, demak bu yerda so desperately in need of degani nihoyatda muhtoj. Shu so'z juda ham yaxshi. Writingda qo'llasangiz ham bo'ladi. Other girls need about the much better prospects overseas in newspapers and magazines, which also published advertisements giving detail of free or assisted passages. Demak, boshqa qizlar shunga o'xshagan istiqbolli shunga o'xshagan istiqbollarni, ya'ni chet davlatidagi shunga o'xshagan istiqbollarni gazeta va jurnallarda o'qishdi va shuningdek gazeta va jurnallar yo'l haqqi tekin bo'ladi yoki yo'l haqqi qoplab beriladi, yordam beriladi nomli reklamalar ostida nashr qilinardi bu gazeta va jurnallar deyapti. Xo'p, birinchi mashqni o'zingiz bajarasiz. Masalan, job tekstda situation for each year per annum o'zingiz yozib chiqasiz va yodlasangiz juda ham writing qismi uchun ham yordam beradi. Exercise 2ni bajaramiz. Those women who went to the colonies as servant, demak xizmatkor sifatida koloniyalarga borgan ayollar were all recruited through agents back in England. Angliyada hammasi agentliklar tomonidan ishga yo'llangan yo'q, faqatgina formal agentliklar tomonidan ishga yo'llanmagan. Ular xatlar
orqali yo bo'lmasam gazeta va jurnallar orqali ham borishgan. Missed their families greatly. Ularni oilasini juda sog'inishgan. Bu yerda oilasini sog'inishganmi, yo'qmi? Bu haqida gap berilmagan. Not given. Play the most important role in attracting others. Boshqalarni jalb qilishda judayam muhim rol o'ynashgan. To'g'ri, chunki bu ayollarga judayam so desperately in need of bo'lgan. Shuning uchun to'g'ri javobimiz C bo'ladi. Pioneerlarni judayam attracting qilgan bu ayollar. Found themselves being moved from kitchen to kitchen. Demak, bu yerda ayollar yoki inson oshxonadan oshxonaga tarqalmagan, yurmagan, balki xatlar bo'lgan ular. Bu noto'g'ri false hisoblanadi. Had the pioneering spirits necessary for starting new life. Demak, yangi hayotni boshlash uchun pionerlik ruhi bo'lgan bu ayollarda ham deyapti. Bu ayollarda pionerlik ruhi bo'lganmi, yo'qmi, bu haqida biz bilmaymiz. Not given tekstda berilmagan chunki. Getting to the colonies from England for the servants. Xizmatkorlar uchun Angliyadan koloniyalarga borish, getting qilish could cost as little as £4. Demak, 4 funt sterlinggacha narx bo'lgan borish deyapti. Bizda yo'l kira odatda free bo'lgan deb gazetalarda yozilgan. Aniq qancha narx bo'lganligi haqida berilmagan. Not given. Was essential if they wanted to escape life in English attacks. Demak, Angliya chorbog'laridagi hayotdan agar qochishni xohlasa, bu juda ham muhim edi deyishyapti. Ular biror Angliya hayotdan qochishni ular xohlaganmi, yo'qmi, bu haqida not given. Was only possible if an agent had recruited them. Faqatgina agentliklar ularni ishga olsagina borish olgan deyapti. Only bu false hisoblanadi, chunki ular gazetalardan o'qib ham borishgan. Did not pose any financial problem. Demak, xizmatkorlar uchun Angliyadan koloniyalarga borish hech qanday financial problem, moliyaviy muammo keltirib chiqarmagan deyapti. Bu javobimiz to'g'ri bo'ladi, chunki gazetalarda aytilgan. Demak, passage degani yo'l haqqi, free or assisted bo'ladi deb aytilgan. Shuning uchun to'g'ri javobimiz o'z-o'zidan dish. Shuningdek, bu yerda post so'zini ham aytib o'tib ketay. Post so'zi bu chaos, keltirib chiqarmoq yoki modalarda pozada turmoq ma'nolari ham bor. Moda olamida. Required a written invitation from someone already there. Demak, o'sha yerda allaqachon biror kim bo'lib, ular taklif qilish kerak, biror kim tomonidan taklif qilingan xat bo'lishi kerak. Shuni talab qilingan borish uchun deyilyapti. Bu noto'g'ri. Ular gazetalar orqali ham o'qilganligi aytildi. It is stated in the passage that, demak, passageda shu narsani aytamizki tekstda, no man could get job as servants in Australia. Avstraliyada demak erkaklar xizmatkor sifatida ish olish olmagan deyapti. Bizda erkaklar ish ola olganmi, yo'qmi, faqat ayollar ishlaganmi, bu haqida aytilmagan. Not given. Servants were in great demand for the pioneers establishing new life. Demak, yangi hayotni boshlashga pionerlar uchun judayam xizmatkorlar great demand for bo'lgan, ya'ni desperately in need of bo'lgan, judayam muhtoj bo'lgan deyilyapti. Bu javobimiz to'g'ri bo'ladi, chunki tekstda bu haqida aytib o'tib ketildi. English homes were short of servants as so many went overseas. Ingliz uylari judayam ko'pchilik chetga ketib qolganligi sababli xizmatkorlar yetishmay qoldi deyishyapti. Bu haqida yetishganmi, short bo'lganmi, bo'lmagan, bu haqida gap berilmadi. Not given. The pioneers who went to the colonies were all men. Demak, koloniyalarga boradigan pionerlarning hammasi erkaklar edi deyilyapti. Bu yerda hammasi erkaklar bo'lganmi, ayollar bo'lganmi, bu haqida not given. Tekstda aniq aytilmagan. Immigration from England to Australia started in 1849. Demak, Angliyadan Avstraliyaga immigratsiya 1894-yilda boshlangan deyilyapti. To'g'ri, 1894-yilda xat keldi. Avstraliyadan Angliyaga da'vat qiladigan xatlar keldi.
Lekin bu immigratsiyani boshladimi, yo'qmi, bu haqida berilmagan. Shuning uchun bu not given bo'ladi. Demak, bizda to'g'ri javob B. Shuning bilan bugungi darsimiz tamom. Xayr, salomat bo'ling.